Sotuvlar bo'limiga kiramiz. Hop, mana bizda menyular bor. Kategoriyalar xohlasak qidiruvdan, xohlasak kategoriyani o'zidan topib olsak bo'ladi. Hop, buyurtma qanaqa beramiz? Misol uchun mana mahsulotlar bor. Tanlayman. Pastida izoh yozishingiz mumkin. Har bitta mahsulotdan. Mijoz. Bizda anonim yoki mavjud. Agar mijoz kelgan paytda raqamni kiritishga hojat bo'lmasa, anonim tanlab buyurtma berishni bosamiz. Hop, mana berdim. Hop, buyurtmamiz qayerga tushdi? Buyurtmalar bo'limiga kiraman. Mana ustiga bosaman, to'liq ma'lumot. Mana biza buyurtmamizni ko'ramiz. Biz yaratgan buyurtma. Mijoz agar raqami bo'lsa, qanaqa kiritiladi? Mahsulot tanlayman. To'lov turlari naqd tanlangan. Mijoz ismiga 93. Hop, mana mijoz o'zi bazada bor. Kiritish shart emas. Raqamni kiritib buyurtma berish bossak bo'ladi. Agar yangi mijoz bo'lsa, hop, mana bu yoqda plus tugmasi chiqadi. Bu yoqda biz mijoz ismini yozishimiz mumkin. Misol uchun qo'shish tugmasini bosaman, keyin buyurtma berishga o'taman. Hop, bu yoqda to'lov turlari bor. To'lov turlaridan biz qaysi to'lov turlarini ishlatyapmiz, o'shani tanlab buyurtma berishimiz mumkin. Payme, Klik, Uzun yoki boshqa to'lov uslubi bo'lishi mumkin. Kartadan misol uchun hop, naqd tanlayman. Buyurtma yaratish bosaman. Hop, buyurtmamiz yaratildi. Yana buyurtmalar bo'limiga o'tib ko'rsak bo'ladi. Hop, mana bu 3-chi buyurtmamiz. Hop, buyurtma raqamlari 003 bu bugungi 3-chi buyurtmamiz. 15/04/25. 15-sana 4-oy 25-kun. 25-yildagi buyurtma.